Hammaga salom aziz do'stlar. Yana sizlar bilan men bugun Gojo Stream va bugun meni yangi videomga xush kelibsizlar. Men hozir Minecraftda hardcore rejimida 0 dan daraja ko'tarishda boshlayman. Like, obuna sizdan va men boshlayman. Har doimgidek resource birinchi navbatda daraxtdan boshlaymiz. Daraxtlar chopib olamiz birinchi navbatda. Hardcore rejimi sizlarga aytsam juda qiyin bo'ladi. Bir marta o'lsak qayta tirilmaymiz. Va yashagan kartamiz ham rasvo bo'ladi. Shuning uchun kallani joyiga qo'yib o'ynaymiz. Bu yerda vulqon bor ekan. Yo'q, bu yer xavfli. Bu yerdan tosh ham olsak bo'ladi. Bu yerda ozgina yog'och olamiz. Keyin bu yerda tosh qaziymiz. Bu yer ham bo'lmaydi. Birorta qulayroq joy topish kerak baza qurishga. Mana shu yaxshi. La'nati. Bu yerda daraxt yasaymiz. Bu yerda bitta verstak kerak bo'ladi. Bu yerga yana kerak bo'ladi tayoq. Va bu yerda kirka yasayman. Assalomu alaykum, keng. Padaringga la'nat ey. Boshlanishi juda qiyin, bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Zombi tog'a kelib qoldi. Ana ko'mir ham kerak. Hozirchasiga shu yetib tursa kerak. Bu yerda verstakni ham olib ketamiz. Juda kerakli narsa. Bu yerdan endi chiqish kerak. Mis bor akamizga. Yer la'nati. O'ldi. Boshqa matdan boshlaymiz endi. Faqat endi hardcore kerak emas. Shunchaki выживание. Birinchi boshlanishi lekin yomon raso bo'ldi. O'ldirib qo'yishdi. Endi hardcore rejimini unutamiz. Выживаниеda 0 dan daraja ko'taramiz. Agar hozir kirganimda bitta qishloq chiqib qolsa, zo'r bo'ladi. O'sha yerda 0 dan daraja ko'tarish rosa qulay, oson bo'ladi. Like, obuna esdan chiqmasin do'stlar.
Avvalgi videolarda aytganimdek 50 ta obunachi bo'lishimiz shart. Jonli efir qilishni xohlayman men ham. Shuning uchun obuna bo'linglar. Qani, endi bunisida tezlik bilan o'ynayman. Yana daraxt chopamiz. O'sha reja. Bunisida ham moblar meni o'ldirmasa bo'ldi. Bu yerdan ham daraxt olamiz. Menimcha mana shu baza qurishga rosa qulay joyga o'xshayapti. Shuning uchun ba'zan shu yerga qurishga qaror qildim. Boshlanishiga yetadi menimcha. Juda ham qulay joy ekan mana shu yer. Yana daraxt chopamiz. Bu yerdan toshlar ham olishimiz kerak. Yana verstak yasaymiz. Bu yerdan tosh qazib olamiz. Keyin toshli girka yasayman. Ana. Tayyor. Hozircha shu yetsa kerak. Endi toshdan bolta yasayman. Mana bolta ham tayyor. Endi daraxtlardan chopamiz. Ana endi ancha tezroq bitadi ishimiz. Hozircha shu yetadi. Videoni ikkinchi qismini albatta chiqarishga harakat qilaman. Sizlar obuna bo'lsangiz tamom. Mayli, ikkinchi qismda ko'rishguncha aziz do'stlar.